sonli qarori asosida Vazirlar Mahkamasining 116-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida muntazam shahar yo'nalishlarida jamoat transportini moliyalashtirish amalga oshirilibdi. Bunda bir shartnoma asosida moliyalashtirish amalga oshiriladi. Bu bir shartnoma bosib o'tilgan yo'l va sifat mexanizmlar nizomlarini o'z ichiga olib, shundan kelib chiqqan holda moliyalashtirish, ya'ni to'lovlarni amalga oshirish amalga oshiriladi. Shuningdek, shahar atrofi va viloyat shaharlararo norentabel avtobus yo'nalishlarini moliyalashtirishda Vazirlar Mahkamasining 630-sonli hamda 718-sonli qarorlari bilan belgilangan nizomlarga asosan subsidiya ajratish yo'li bilan zararlar qoplab boriladi. Bunda shu norentabel yo'nalishda ko'riladigan zararning 30%gacha 30%ning o'zi ham kiradi. Ko'rgan zarari davlat tomonidan, davlat byudjeti tomonidan qoplab boriladi. Keyingisi muntazam yo'nalishlarning turlari, ularni tashkil etish, o'zgartirish, yopish qoidalari hamda yo'nalishlarni tashuvchilarga biriktirish tartibi. Muntazam yo'nalishlarning turlari bu Vazirlar Mahkamasining 482-sonli qarori bilan belgilangan shahar atrofi, shaharlararo va xalqaro yo'nalishlarga bo'linadi. Ularni tashkil etish, o'zgartirish, yopish qoidalari ham shu qaror bilan tasdiqlangan nizom asosida amalga oshiriladi. Bunda komissiya tomonidan shu yo'nalishlarni tashkil etish, o'zgartirish, yopish qoidalari yopish yuzasidan xulosalar tayyorlangan holda shu yo'nalishlar tashkil qilinib, o'zgartirilib, yopiladi. Endi yo'nalishlarni tashuvchilarni biriktirish tartibi Vazirlar Mahkamasining 238-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida amalga oshiriladi. Bunda shu tashuvchilarga yo'nalishlarni biriktirish elektron onlayn tenderlar orqali, shuningdek shu yo'nalishlarni vaqtinchalik biriktirish orqali amalga oshiriladi. Javoblarni shundan bo'ldimi? Savol qilmadim. Kimda savol va komissiya a'zolarida? Darona, Borbey, Jahongir. Adila. Yo'q, savol yo'q. Savol yo'q bo'ladi bo'lsa, vaqtga qo'yasizlar, keyingisini chaqiring. Suhbat natijasi bo'yicha sizga xabarda qilinadi. Bormi keyingi odam? Keyingi 3 fuqarolar suhbatga kelmadi. Boltayev Bunyat Baxtiyorovich, Karimov Hamrobek Rajabboyev va Sobirov Maqsudbek Ro'zimboyevlar hali suhbatga kelmadi. Suhbat bo'yicha ogohlantirib yubordim bu suhbatlarda. Lekin suhbatga kelmadilar. Agar suhbat egasi qaytadan tashkil qilinadi komissiya agar 6 oy kutamiz, kelsa kun davomida soat 6 oy kutamiz. Agar kelsa suhbatda o'tiramiz. Kelmasa kutamiz. Tushunadi. O'zim naqd qo'yib, hammasini kelgan odamni belgilab, suhbatga boshqasini qo'yib qo'yasizlar. Bo'ldimi shunda? Bo'lmasa komissiya ishni yakunlaymi? Suhbat jarayoni Yaxshi. To'xtadim, tugatdim.